Assalomu alaykum hammaga. Bugun sizlar bilan bank manipulyatsiya strategiyasini indikatorni ko'rib chiqamiz. Ya'ni biz tayyorlagan indikatorni qanaqa o'rnatish, qisqacha qanaqa foydalanish bo'yicha ma'lumotlarni berib o'taman. Birinchi bo'lib TradingView platformasiga kirib olamiz va bu yoqdan indicators bo'limiga o'tamiz. Bank deb yozadigan bo'lsalaringiz, sizlarga uje chiqib keladi. Hozir biz buni personalda manda turibdi. Buni uje public qildik. Communityda uje sizlarga ham ko'rinib qolishi kerak. Xo'p, birinchi bo'lib bu indikatorni biz ikkita versiyada chiqardik. Ikkita versiyada chiqarganimizga sabab tajribali treyderlar bu va tajribasi kamroq bo'lgan treyderlar bu. Ikkala auditoriya uchun ham mos bo'lishi uchun maksimal darajada qulaylik qilish uchun shu narsani qildik. Xo'p, birinchi versiyani ko'rib chiqadigan bo'lsak, birinchi versiya bu o'sha tajribasi bor treyderlar uchun tayyorlangan versiyasi bo'ladi. Xo'p, mana bu yoqda e'tibor bersalaringiz bo'ladi, bozorda shum juda ham ko'p, ya'ni bu yoqdagi narsalarning hammasi asosli narsalar. Masalan, mana bu zona liquid zona. Bu yoqda mana 3 talik tasdiq bor buy signalga. Buy entry liquidlar yechilganligi, bu yoqda full bearish hosil bo'lgan, full candle, bu yoqda 50% ga kelgan paytida entry signal yonyapti va itog'da buy signalga kirsa bo'ladi. Mana bu yoqdan buy ga kirdik. Masalan, bozor yurib berdi. Bu yoqda bo'lsa order block zonalari. Xo'p, aningni buni parametr qismiga o'tadigan bo'lsak, parametr qismida hammasi default holatida turibdi. Buni o'zgartirish shart emas. Shu holatida ishlatsangiz bo'ladi. Bu yoqda mana order bloklarni ko'rsatish, masalan, sizga kerak bo'lmasa, bemalol o'chirib qo'ysangiz bo'ladi. Order bloklar o'chiq turadi. Ko'rinmaydi, grafikda chizilmaydi. Bemalol mana order bloklar o'chiriladi. Imbalans zonalar bu. Imbalans zonalarni o'chirib ishlatsangiz bo'ladi. Qanaqa sizlarga qulay bo'ladigan bo'lsa, hammasini o'chirib yoqib ishlatsangiz bo'ladi. Bu yoqda EMA filtri qo'shilgan. Nima uchun? Chunki strategiya bo'yicha trendga qarab savdo qilish kerak ekan. Aynan biz trendni aniqlash uchun EMA filtridan foydalandik. Ya'ni EMA parametri 200 turadi. Bu 1 soatlik time frame ga moslashtirilgan. 200 EMA bilan trendni aniqlab, signallarini trendga qarab beradi. Ana endi buni masalan kichkina time frame ga o'tib ko'rsataman. Masalan 5 minutlik time frame ga o'tadigan bo'lsak, bu yoqda mana buy signali bo'lgan. E'tibor beringlar, qachonki 3 talik signal yonsa, keyin сделкаga kirish kerak. Masalan, full bearish bo'lgan bo'lsa, buni o'zidan kirib ketish kerak degani emas. Qachonki mana bu narsa shakllansa, keyin signalga kirish kerak. Mana bu yoqda shu narsa shakllangan va mana bizga bozor yurib beryapti. E'tibor bersalar, signal bergandan keyin bozor qaytib pastni yangilamasdan ketyapti. Ya'ni strategiya ideal, haqiqatan stop masalan mana shu yoqda qo'yadigan bo'lsak ham, juda ham kichkina stop, lekin risk juda take profit foyda miqdori juda baland. Mana shu narsa o'sha bank manipulyatsiya strategiyasini tasdig'i bo'ladi. Xo'p, bu birinchi versiyasi. Endi sizlar bilan ikkinchi versiyasini ko'rib chiqamiz. Ikkinchi versiyasi bu oddiy treyderlar uchun. Buni ham bank indikator bo'limiga o'tib bank deb yozsalaringiz, ikkinchi versiyasi chiqadi. Ikkinchi versiyasi oddiy treyderlar uchun va soddalashtirilgan. Bunda masalan birinchi versiyada hamma signalga ham kirish kerak emas, chunki uni strategiyani tushungan odam biladi, hammasiga kirish kerak emasligini tushunib oladi. Strategiyani bilgan odam. Bu yoqda aynan bu versiyasida shu narsalar filtrlangan hammasi. Ya'ni signal kam, aniqlik kuchli bo'lgan signallarni qoldirganmiz bu yoqda. Maksimal darajada signal kam bo'ladi, lekin aniq signallar bo'ladi. Mana bu yoqda ham kichkina time frame bo'yicha buy signali bor. Bozor umuman atkat bermasdan uchib ketgan tepaga. Natija zo'r. Tarixdan ham bemalol ko'rsalaringiz bo'ladi. Bu indikatorlar, yasayotgan indikatorlarimiz hech qanaqa repainit yoki o'chib yonadigan, suriladigan narsalar emas. Unaqa narsalar odatda marketing uchun qilinadi. Va marketingga uchib, u tarixda idealni ko'rinadi signallari, lekin real time'da suriladi, o'chib yonadi, shunaqa holatlari bo'ladi. Bunda unaqa narsa yo'q. Chunki bizga marketing qilish kerak emas. Nima kerak banga uni signalni surdirib, o'chirtirib. Bizga signal joyida qoladi va joyidan signal beradi. Hech qanaqa surilish, o'zgarish degan narsalar bo'lmaydi. Signallarni ko'ringlar, juda ham optimal. Buy beryapti, likvidlarni olib, imbalansni to'ldirib, bozor dalshi mana tepaga qarab ketyapti. Xo'p, ana endi buni input qismiga o'tadigan bo'lsak, bu yoqda ham likvid zonalarni o'chirib yoqib ishlatsalaringiz bo'ladi. Bular faqat live vaqtda chizadi. Mana masalan qaranglar, o'zi ko'rsataman sizlarga. Manipulation zonalar bor. Bu full candledan keyingi hosil bo'ladigan manipulyatsiya zonalar. Mana shularni hozir o'chirdim, uyushdi. Ana endi qo'shaman, manipulation zonani ko'rsatadi. Bu qanaqa bo'ladi? Masalan, oldin birinchi bo'lib mana bu holatdan ko'raylik.
Birinchi bo'lib fu shakllandi. Undan keyin manipulation zonani 50% ga kelgandan keyin bizaga strategiya bo'yicha entry bo'lish kerak. Endi to'g'ri, ko'pchilik aytyapti, bu strategiya bor yo'g'i 10%, umumiy strategiyani bor yo'g'i 10% o'sha tarqalgan, qolgan qismi to'liq emas bu yoqda deyapti. Biza o'sha ochiq ma'lumotlarga tayanib tayyorladik. Shu sababdan qanaqa kiritilgan bo'lsa, xuddi shunaqa tartibda biz ham buni kiritganmiz. Bu yoqda xuddi shunaqa mana fu shakllanadi. Uni 50% ni olgandan keyin mana entry qilinadi va mana bozor yurib bergan. Stop loss kichkina. Dalishi yana yurib ketgan. Mana bu yoqda ham e'tibor bersalar, mana shakllangan, lekin strategiya bo'yicha tartiblarga to'g'ri kelmagani uchun signal berilmagan. Funi o'zi shakllanib qolib ketgan. Bu yoqda yana nimalari, filtrlari juda ham ko'p, dodji shamchalar bilan, boshqa narsalar bilan juda ham ko'p. Shu sababdan endi uni strategiyani to'liq bilgan odam bo'lsa, u bilan birgalikda yana uni update qilib, kuchaytirib, yanada yaxshi versiyalarni chiqarishimiz mumkin. Xo'p, bunda EMA parametriga yana o'tamiz. Parametr qismida EMA filtri bor. Bunda ham o'sha trendni aniqlab ishlatsa bo'ladi. EMA filtrini ham bemalol o'zgartirib ishlatsalar bo'ladi. Masalan, 5 minutlik time frame uchun 50 EMA ni qo'yib ishlatsalar bo'ladi trendni aniqlash uchun. Bu 200 EMA 1 soatlik time frame uchun biz qo'yganmiz. Buni bemalol o'zgartirib ishlatsalar bo'ladi input qismida. Mana hozir 50 qo'ydik. 50 da уже trendni kichkina trendlar bilan aniqlaydi. Agarda mana buni bosib qo'yadigan bo'lsalar, show moving average line. Bu уже trendni sizlarga ko'rsatib turadi EMA chiziqlari bilan birga. Hozir загрузка qilib olsin. Загрузка qilib olgandan keyin ko'rsalar bo'ladi. Hozir bunda masalan EMA ni qanchalik kichkina qo'yadigan bo'lsalar, shuncha signallar soni ko'payishiga sabab bo'ladi. Mana bunda e'tibor beringlar, nima uchun buy berganiga asos borda. Mana trend upga o'zgargan, ya'ni uptrendga o'zgargan, undan keyin fu shakllangan, undan keyin entry signallar bo'lgan strategiya bo'yicha, xullas hamma kombinatsiya bajarilgandan keyin buy signal yonyapti. Bu yoqda ham xuddi shunaqa. Sell signal bo'lishiga sabab mana shakllanyapti. Fu hamma tasdiqlar bor va trend ham down trend bo'lgani uchun sell signal yonyapti. Nimaga asoslanib sell beradi, nimaga asoslanib buy beradi, uni strategiyadan ko'rasizlar. Biz o'zimiz qo'shgan filtrimiz prosta trend filtrini qo'shdik. Ya'ni trend filtriga asosan buy trend bo'lsa buy ga oladi, sell trend bo'lsa sell ga. Mana bunaqa holatga e'tibor beringlar. Flat holatida iloji boricha ishlatmaslik kerak. Любой strategiya odatda 90% strategiyalar flat holatida xato ishlaydi. Ya'ni xato ko'p qiladi. Bu yoqda trend e'tibor bersalar qizil rangga, ya'ni down ga o'zgargan. Shu paytda fu shakllanib sell signali berilyapti. Lekin bozor yurmagan. Mana bu joylarda e'tiborli bo'lib ishlashlaringizni so'raymiz. Bu yoqda уже trend buy ga o'zgarib, uni qoplab ketgan zararni mana. Bu yoqda boringki, ozgina zarar qilsangiz, mana shu joyda. Mana shuncha stop lossingiz boringki, mana shu yuqorisida bo'lgan taqdirda ham 35-36 punkt stop loss bo'ladigan bo'lsa, bu yoqda siz уже normalni daromad ko'ryapsiz. Mana shu yoqdan kiradigan bo'lsangiz ham уже 1200-120 punktlik daromad bor. Shu yog'igacha ushlagan taqdiringizda ham, agar dal shu ushlasangiz, undan ham zo'r. Bunda strategiyaga asosiy mohiyat nima? Asosiy mohiyati kichkina stop loss, katta profit. Shuni hisobiga masalan 10 ta сделкадан 4 tasi bor yo'g'i foyda bo'lsa ham siz itog'da foydaga chiqasiz. Chunki win rate yuqori, ya'ni profit darajasi ko'p. Stop loss kichkina, take katta. Shuni hisobiga yaxshi daromad qilsangiz bo'ladi. Qisqacha indikator haqida ma'lumotlar mana shu. Yana keyinchalik bizani kuzatib tursalaringiz, qo'shimcha ma'lumotlar, qo'shimcha filtrlar qo'shiladigan bo'lsa, albatta ogohlantirib ko'rsatib boramiz hammasini. Xayr, sog' salomat bo'ling.